yil davomida hech qayerda ko'rinish bermagan muborak mana. O'zgarmaganlar. Rahmat. Qayerlarda edingiz? Nimalar bilan band edingiz? Men asosan oilam bilan ovora edim. Onalik rolini ijro etayotgandim 12 yildan beri. Albatta hozir 16 yil bo'ldi ona bo'lganimga. Eng muhim rol. Eng muhim rol haqiqatdan. Necha nafar farzandingiz? 3 nafar farzandim bor. Kattasi o'g'il, ikkinchisi qiz, eng kichigi 5,5 yosh. O'zingiz ishtirok etgan filmlarni birgalikda tomosha qilasizmi? Uyalaman. Hamma shunaqa. O'tgan umrimdan hech ham afsuslanmayman vaqtimdan, chunki 3 nafar farzandim bor, oilam bor, chiroyli. Kattasi hozir necha yosh? 16 yosh. 16 yosh. O'zlari 16 yoshda. Rahmat. Birinchi o'rinda bu oila. Qolgani keyin bo'ladi. To'pa-to'rma. Ayniqsa ayol san'atkor uchun. 12 yilda keldim, qizimni pochmuchkasiga boraman. 2 kun oldin ko'rsatishgan ekan. Panohga. Borganingizda voy ani qiz deysiz. Shuni aytmoqchiman, hech narsa yutqizganim yo'q, nabarat yutdim. Mashhurlik qochib ketmaydi. Albatta. Ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan mana YouTube'da siz ishtirok etgan klip yoki film ostida yozib qoldirishadi. Ko'plab savollar berishadi. Qayerda ekan? O'qiysizmi? Javob bersangiz kelarmidi mana shu yillar davomida? Albatta, juda ham xohlardim, lekin o'zimni tiyib turardim. Kontaktga chiqmaslikka harakat qilardim. Albatta qiyin.